Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Kanada Xitoyning Hikvision şirketining Kanadadagi faoliyatini cheklagan. Kanadadagi Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash tashkiloti tomonidan 2022-yili Xitoyning majburiy emgak chetilgan eng chong shirkatlaridan Hikvision va boshqa bir necha shirkati Kanada hukumatiga arz qilingan va bu vaqtdagi dalil isbotlari doklad sifatida topshirilib, Xitoyning nazorat qilish shirkatlariga qarata jazolash va tekshirish, ularning Kanadadagi mol-mulkini musodara qilish va Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dashga ishiltish talabini sungan edi. Bu shirkatlar Zhejiang Dahua texnikasi, TND texnikasi, Zhejiang birlashma texnikasi, Hangzhou birlashma texnikasi va Hikvision qatorliqlar ekan. Kanada bosh ministr maslahatchilik ishxonasiga yo'llangan dokladda bildirilishicha, bu shirkatlarning jazolash talab qilingandan keyingi yillik kirma taxminan 12 milliard 540 million dollarga yetadi ekan. Kanadadagi Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash tashkiloti bu shirkatlarning Kanadadagi mol-mulkini musodara qilib, bu mablag'ni Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatining ziyonkashligiga uchraganlarni qo'g'dashga ishlatishni talab qilgan edi. Ammo ayni vaqtda Kanada Washingtonning Xitoy qarta kishilik huquq dafsanchiligi va davlat bexatarligiga elib keladigan yoshirin tahdidlarni bartaraf qilishda Amerikaning burkut usulini qo'llanishni rad qilgan bo'lsa-mu, 2021-yili Xitoyning ishlab chiqarish va qurilish punktaniga qarta majburiy emgakni o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsanchiligiga chetish jinoyati bor yarim harbiy tashkilot deb tasdiqlagan edi. Kanadadagi Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash tashkiloti untinsiz ilib borgan necha yillik xizmat natijasida Kanada hukumati juma kuni kechda Xitoyning eng chong nazorat texnikasi magnati Hikvision mahsulotlarining Kanada tavasidagi barliq bexatarlik supullaridan unumli cheklaydiganligini va bu shirkatning Kanadadagi tijoratini to'xtatadiganligini e'lon qilgan. Bu munosabat bilan stanzimizning ziyoratini qabul qilgan Markaziy Kanadadagi Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash tashkilotining ijroiya direktori Mehmet To'xta apandim bu vaqtdagi tafsilotlarni o'rtoqlashib mundaq degan. O'tgan yili 5-oyning 15-kuni Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti, kishilik huquq harakat guruhi va C4Rs deb Washington turishlik bir tashkilot bor. Ular bilan birlashib yana IPVM, shu Xitoyning texnik shirkatlarining arq ko'rinishini tekshiradigan shu cho'ng shirkat, shular birlashib o'rtaq bir ham qonuniy ham paket asosidagi texnikalik doklad tayyorlab, Kanada hukumatining hozirgi mavjud jazo tadbiri yurgizish qonunlarining munosabatli moddalari bo'yicha Kanada hukumatiga bu Xitoyning Kanadada faoliyat qilayotgan cho'ng shirkatlarini cheklash, bularning mollarini musodara qilish, musodara qilingan mollarni o'sha Xitoyning shirkatlarining ziyonkashligiga uchragan xalqlarga, shularning manfaatiga ishlatish haqida shunday konkret talablar bilan doklad sungan. Bu doklad xeyli ko'p davduga g'ulg'ula qo'zg'adi Kanadada. Chunki Kanada hozirgi kunda Xitoyning cho'ng mundaq dunyo xarakterli shirkatlariga jazo yurgizib boqmagan. Shunlashqa bu talabni biz Kanada hukumatiga sungandan keyin Wall Street Journal deymiz, Kanadadagi matbuotlarimiz haqida cho'ng xabar tarqatgan. Endi bugun yani akşam yani Kanadaning sanoat ministri, yangi sanoat ministri Melanie Joly xonim Xitoyning Hangzhouda boshliq bo'lgan Hikvision deb atalgan Hangkei nazorat va kuzatish sistemasini bajaradigan bir kamera yasaydigan bir shirkat bor. Bu shirkatning Kanadadagi mavjudligini amaldan qoldirish, butun tijoriy faoliyatlarini to'xtatish haqida qaror e'lon qildi. Bu qarorning sababi qarasak, hamda har qanday qarorning bir sabab bo'ldi. Kanadaning davlat bexatarligi va milliy bexatarligiga taqab bu qarorning og'irligini ko'ra olamiz. Shunlashqa bu muhim bir qadam. Bo'libmi hozir Kanadada yangi hukumat qurilib, Amerika bilan bo'lgan munosabat biroz jiriklashib, Kanadaning savdo va boshqa iqtisodiy jihatdagi faoliyatlarini kengaytirish haqida, Kanadaning savdo elib berishini ko'p xillashtirish haqida har xil qadamlar bosilayotganda, qanday Kanada Xitoy qarta biroz yiqilish siyosati yurgizamdi degandek andishalar botdi. Bu e'lon qilingan bu jazo tadbiri Kanadaning Xitoyga nisbatan pozitsiyasining o'zgarmaganligini ko'rsatadigan jonliq bir omil. Hikvision dunyodagi eng chong ko'zitish kamerasi ishlab chiqaruvchi bo'lib, davlat kontrolidagi elektron texnika guruhining ig'dorchiligida Xitoyning harbiy va axborot aslahalarini asosli ta'minlovchi shirkat.
Bu şirket uzundan buyon G'arb bexatarlik organlari tarafidan Beyjingning chet ellardagi nazorat sistemasining kengayishi va josuslik qilishi deb qaralib kelgan. Beyjingning chet ellardagi nazorat sistemasining kengayishi va josuslik qilish asbobi deb qaralib kelgan. Kanada Savdo ministri Melanie Jolie juma kuni kechda Hikvision mahsulotlarini davlat bexatarlik tekshirishdan keyin Xitoyning Hikvision mahsulotlarining Kanadadagi josuslik va davlat talqigan bostirish uchun qo'llanishdan andish qildiganligini ta'kidlagan edi. Kanada hukumatining va Kanada axborotlarining xabarida o'ttirib qo'yilishicha, Hikvision Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlarini nazorat qilish, bostirish uchun xizmat qilganligi dunyoviy talash tortishning qiziq nuqtasi bo'lib qolgan. Kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti, xalqaro kechirim tashkiloti qatorli xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Hikvisionning jazo lagerlarida Uyg'urlarni nazorat qilish, iz qo'g'lash va kontrol qilishda ishlatilganligini xotirlagan. Yaqin yillardan buyon Amerika amaldorlari ittifoqdoshlarini ko'p qatim ogohlantirib, Xitoyning ko'zatish sistemasining josuslik va buzg'unchilik uchun Troya atorida ishlatishga bo'lganligini ogohlantirdi deyilgan. Kanada Savdo ministrligidan Melanie Jolie bu haqda mundaq deydi: Hikvisionning Kanadadagi mavjudligi davlat bexatarligiga tahdid. Bu Kanadaning bexatarlik va axborot o'rinlari ta'minlagan uchur va isbotlarni ko'p taraflamalik baholashning natijasi. Bu sababdan Kanada hukumati Hikvision'ni ishlatishni cheklaydi. Hozir mavjud bo'lgan kameralar va Hikvision mahsulotlari haqida tekshirish ilib berib, qoldiq mahsulotlarning ishlatilmasligiga kafolatlik qilamiz. Kanada hukumatining bu vaqtdagi buyrug'i federatsiya organlari va shirkatlarga kengaygan bo'lib, barliq davlat apparatlari, davlat ilkidagi shirkatlar va idora o'rinlarining Hikvision'ni ishlatishni cheklash buyrug'i tushirilgan. Dünya Uyghur Qurultayı 5-iyul Urumchi qirg'inchilik munosabati bilan maxsus chaqiriq e'lon qildi. Qurultayning 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 16 yilligini butun dunyo miqyosida keng ko'lamda xotirlash haqidagi chaqiriqda aynan mundaq deyilgan. Aziz qarindoshlar, 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 16 yilligi yetib kelish oldida turmoqda. Sizlarga ma'lum bo'lganidek, 2009-yilda yuz bergan 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi Sharq Turkistonning yaqinqi zamon tarixidagi eng zo'r qonli hodisalarning biridan iborat. Shu kuni boshlangan irqiy qirg'inchilikdan buyon o'z xalqining milliy va insoniy haq-huquqlarini talab qilguvchi minglagan begunoh Uyg'ur mustabid Xitoy hokimiyati va bu hokimiyatning cho'moqchilari hisoblangan fashist Xitoy ko'chmanlari tomonidan vahshiylarcha o'ldirildi. Millionlagan begunoh Uyg'ur tutqun qilinib, qorong'u zindonlarga va jazo lagerlariga va majburiy emgak maydonlariga mahkum qilindi. Bo'libmi, keyingi yillardan buyon mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning milliy kimligini butunlay yo'qotish maqsadida ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishlari yuqori pallaga chiqdi. Butun Sharq Turkiston zemini haqiqiy bir ust ochiq natsist lageriga aylandi. Millionlagan begunoh qarindoshlarimiz Xitoyning zindonlarida va jazo lagerlarida jon talashmoqda. Sharq Turkiston zeminida bugun xalqimizning ohuzori va dodfaryatlari yurakni larziga solmoqda. 5-iyul shehidlarini jumladan Sharq Turkiston xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan botur o'g'il qizlarimizni yod etish, ularga ehtirom bildirish va Xitoy hokimiyatining xalqimizga qarata rayimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini dunyo jamoatchiligi oldida fosh qilish bo'lsa, biz chet ellarda yashayotgan barliq Sharq Turkistonliklarning vijdoniy, insoniy va milliy burchimizdan iborat. Urumchi qirg'inchiligining 16 yilligini butun dunyo miqyosida keng ko'lamda xotirlash va bu orqali kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizgan inson qilipidan chiqqan irqiy qirg'inchiligini, besim va zulm siyosatini, shundaqla milliy mavjudligi tarixdan buyon ko'rilib boqmagan darajada jiddiy yo'qolish tahdidiga duch kelayotgan xalqimizning yurak sadosini dunyo jamoatchiligiga texmi unumlik va jonliq shaklda anglatish bo'lsa, qurultayimizning navbatdagi eng asosli vazifasi va kun tartibidan iborat. Urumchi qirg'inchiligining 16 yilligini xotirlash faoliyati butun dunyo miqyosida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi zo'r ko'lamli norozilik harakatiga aylantirishimiz lozim. Shuning uchun Dunyo Uyg'ur Qurultayi rahbarlik heyeti 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 16 yilligini xotirlash haqida tövandikidek qarorlarni oldi. 1. Urumchi qirg'inchiligining 16 yilligi munosabati bilan BDT kishilik huquq komitetiga, Yevropa va Amerika parlamentlariga, shundaqla har qaysi xalqaro kishilik huquq tashkilotlariga qurultay nomidan Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, zulm siyosati fosh qilingan mazmunda norozilik maktubi yo'llandi. 2. Har qaysi ellarda faoliyat ilib berayotgan tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimizning Urumchi qirg'inchiligining 16 yillik munosabati bilan o'zdir turishli davlatlarning hukumat va parlamentlarga,
shundaqla o'zdir turishliq davlatlarda faoliyat ilib berayotgan har qaysi kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy tashkilotlarga mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimiz ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklari fosh qilingan norozilik maktubi yo'llashini iltimos qiladi. 3. Ürümçi qirg'inchiligining 16 yillik munosabati bilan har qaysi tashkilot va jamoatlarimizning o'zlari turayotgan davlatlardagi Türk islom tashkilotlarini, kishilik huquq tashkilotlarini va boshqa ommaviy guruhlarni safarbarlikka keltirib, ularning hamkorligi va qatnashishida bir tutash holda Xitoy qarshi keng ko'lamli birlashma norozilik namoyish uyushtirishni talab qiladi. 4. Ürümçi qirg'inchilik yuz bergan 5 iyul kunidan 7 iyul kunigacha dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan Uyg'urlar agar o'z turishliq davlatlarning qonuni yo'l qo'ysa, uyining balkonlariga va mashinalarga birdek holda Sharq Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayrog'ini qadashga tirishishi va bu orqali o'zlarining Xitoyga bo'lgan noroziliklarni bildirish lozim. 5. Butun Sharq Turkiston tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarimiz 5 iyul kunidan e'tiboran 3 kungacha o'zlari boshqarayotgan internet sahifalari, ijtimoiy taratqularni qoraytishini va rangsiz shaklda davomlashtirishni talab qilamiz. 6. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan Ürümçi qirg'inchilik yuz bergan 7-oyning 5-kundan boshlab bir haftagacha to'y-to'kin o'tkazmaslik, o'ltirish va turli shakldagi ko'ngil ichish faoliyatlarini ilib bormaslik orqali o'zlarining 5-iyul shahidlarga bo'lgan ta'ziyasi va hurmatini izhor qilishni iltimos qilamiz. 7. Qurultay Diniy ishlar komitetining bir tutash tashkilishi ostida 5-iyul kuni dunyoning har qaysi ellarida bir tutash holda 5-iyul shahidlarni yod etish, ularning ro'yi uchun nazar chiroq va duo tilovat faoliyatlarini uyushtirish lozim. Bo'libmi namoyish qilish imkoniyati bo'lmagan davlatlardagi tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz bu faoliyatga alohida ahamiyat berishi, hozirdan e'tiboran buning tayyorlik xizmatlarini jiddiy boshlashi lozim. Dünya Uyg'ur qurultayi markaziy organi va qurultay tarkibidagi tashkilotlar o'zlari bilan yaqin munosabatda bo'lgan chet ellik jurnalist va muxbirlarni safarbarlikka keltirib, 5-iyul Ürümçi qirg'inchiligining 16 yillik munosabati bilan asosli chet el matbuotlarida maxsus xabar maqolalar va obzorlarning e'lon qilinishini qo'lga keltirish, hozirdan boshlab ularni turli material manbalari bilan ta'minlashga kafolatlik qilish lozim. Aziz qarindoshlar, vatan ichidagi xalqimiz shuncha zo'r besim, tahdid va qirg'inchiliklarga pisand qilmay, butun millatimizning erkinligi va hurlik uchun aziz jonlarini qurbon qilyotdi. Dahshatli qorong'u zindonlarga va natsist lagerlarga mahkum bo'lyotdi. Shunga biz erkin davlat yashayotgan barliq Uyg'urlar vatan ichidagi xalqimiz bilan bir tan bir vujud bo'lib, ularning qayg'usiga o'rtoq bo'lishimiz lozim. Milliy g'ururingizni, vijdoningizni, vatanparvarligingizni va iymoningizni sinaydigan payt keldi. Shahidlarimizning haqqi hurmat uchun hech qanday bahona sabab ko'rsatmay, qurultayning tashkillashida dunyo miqyosida elib beriladigan 5-iyul Ürümçi qirg'inchiligining 16 yilligini xotirlash faoliyatlariga aktivlik bilan qatnashishga g'ayrat qiling. Hurmat bilan, Dunyo Uyg'ur qurultayi 2025 yılı 6. ayının 28. günü İstanbul'daki Şarkı Türkistanlıklar Federasyası yığın zalida Dünya Uyghur Qurultayı Ma'arif Komiteti bilen Şarkı Türkistan Yaşları ve Mustaqillik Hareketi Cemiyeti hemkarlaşışıda 26. iyun Şaugan irqi qirg'inchiligining 16 yilligi ve 26. iyun Lükçün qo'zg'alığının 12 yilligini xotirlash ve şehitlerge dua qilish faoliyati o'tkazildi. Faoliyat oldi bilan hayvatlik Şarkı Türkistan marşı bilan boshlandi. Ondan şehitlerge atab Qur'on tilovat qilindi. Arkadan Dünya Uyghur Qurultayı Ma'arif Komitetining müdiri Abdurashid Niyoz Efendi Şaugan irqi qirg'inchiligi ve Xitoy şovinistlarining mohiyati degan temada so'z qildi. Sharq Turkiston Yoshları ve Mustaqillik Hareketi Cemiyeti Reisi Ekrem Uyg'urxon Lükçün qo'zg'aligi va uning Xitoy oqqonlarga bo'lgan vahimasi haqidagi dokladni shu vaqtdagi sinalg'i xotiralari, surat va rasmlari bilan jangchilarning ayni vaqtdagi jasur ko'rinishlarini qayta namoyon qilib, yig'in ahlining qalbini tixim larziga soldi. Oxirida Abdurashid Niyoz Efendi siyosiy atalg'ularning da'voyimizdagi roli degan temada leksiya so'zladi. İman Diyari Akademiyasining raisi shundaqla Sharq Turkistonliklar Federatsiyasining muavin raisi Mahmud Damullamning shehidlarimizga atab qilgan duolari bilan bu faoliyat nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.